Assalomu alaykum. Men Abdullayev Qilichali Fayzullayevich, matematika fani o'qituvchisiman. O'qituvchilik kasbini boshlashimiz bu matematikaga bo'lgan qiziqishimiz bilan bog'liq. Xo'sh, taniganlar bilishadi. Birinchi oliy o'quv yurtiga kirishimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bo'lgan. Buxgalteriya, hisob va audit yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajaga egaman. Lekin shu matematika sohasiga qiziqish kuchlilik qilib, talabalik davrimizdan boshlab avval repetitorlik, keyin rasman o'qituvchilik faoliyatini boshlaganmiz. Orada Qarshi davlat universitetida matematikadan bo'lgan bilimlarimizni, kamchiliklarimizni to'ldirdik. Keyin O'zbekiston Milliy universitetida geometriya va topologiya yo'nalishida magistrlik darajasini olganman. Ustozlarimni hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Matematikani tanlashimizning sababi bu ruschasiga aytganda Bojий дар. O'zbekchaga aytsak Xudo yuqtirgan. Hop. Ajdodlarimiz orasida bizdan oldingi ajdodlarimizning orasida bevosita matematika bilan, ijodiy ishlar bilan shug'ullangan odamlar o'tishgan. Demak, genetikaning ham ta'siri bor. Shu kecha kunduzda birga yashab turganimiz qarindoshlarimiz orasida ham matematika fani o'qituvchilari, matematikani amaliy ishlarga foydalanadigan qarindoshlarimiz bor. Endi fanga bo'lgan muhabbat shu yoshligimizda akamiz qiziqqanlar. O'qish, yozish, chizishlarni, hisoblashlarni o'rgatganlar. Maktabga borganimizda hammasidan tayyor edik. Shuning uchun shu birinchi sinfga o'qishga bo'lgan yilimizni o'zida birdan ikkinchi sinfda ham tugatganmiz. Endi hamma ustozni, hamma o'qituvchining o'zini yo'nalishi bor. O'zini o'rgatish usuli bor, o'zini xarakteri deymiz, o'zini qattiqqo'lligi yoki bo'lmasa muloyimlik bilan tushuntirishi bor. Men masalan sal qattiqqo'rroqman. Berilgan uyga vazifalar bajarilmasa, endi haqorat emas u, lekin yaxshigina ta'zir berib qo'yamiz. Uyaltirib. Albatta hammani yonida emas, bir kishilik o'ziga, faqat o'ziga tegadigan qilib. Keyin men odatda har xil o'g'rincha yo'llarga sal qarshiroqman. Chunki o'g'rincha yo'llar bilan matematik masalalarni ishlash, umuman qaysi fanda bo'lsa ham o'g'rincha yo'l bilan masala ishlash bu bilimni bildirmaydi bu. Bu faqat bir musobaqada yoki bir tanlovda g'oliblikni yoki yaxshi natijaga erishishni ta'minlab beradi. Lekin u bilim degani emas. Bilim u qiyin, tikonli yo'llardan o'tiladigan, odam qiynaladigan vaziyatlardan hosil bo'ladi bilim. Ayni paytda Leti jamoasi bilan birgalikda mana shu yerda o'qituvchilar bilan va o'quvchilar bilan mashg'ulotlar olib boryapmiz. Leti platformasi bu onlayn ko'rinishda. Shuning uchun onlayn mashg'ulotlar, onlayn darslar tashkillashtirganmiz shu yerda. O'qituvchilik faoliyatimiz 2000-yildan boshlangan. Boya yuqorida aytdim, talabalik paytimizdan boshlangan deb. Demak, mana 26-yil ketyapti. Shu 26 yilni orasida endi hech sanamagan ekanman. Nechta o'quvchi o'qitganimizda, nechta o'quvchi tayyorlab oliy o'quv yurtlariga davlat granti asosida yoki to'lov shartnoma asosida talabalikka qabul qilinishlariga sababchi, yordamchi bo'lganimizda sanamagan ekanmiz, kim biladi, barakasi uchadi deganmizmi. Endi attestatsiyaga ustozlar tayyorlanadigan bo'lsa, albatta hammani oldida bir savol ko'ndalang turadi. Birinchi urinishdanoq natijaga erishamanmi degan. Birinchi urinishdanoq natijaga erishish uchun demak maqsad bormi? U maqsadga erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Nimadandir voz kechilmasa, hech qaysi maqsadga erishib bo'lmaydi. Uni asrlar davomida ko'rib kelishgan
xulosa shunday bugun. Biror maqsad yoki natija, biror maqsadga erishish yoki natijaga erishish kerak bo'lsa, nimalardandir voz kechish kerak. Birinchi darajali bo'lmagan narsalar. Ko'proq shug'ullanish, ko'proq izlanish, mustaqil ishlash. Xalqimizda bir maqol bor, qo'ldan berganga qush uymas degan. Masalan, onlayn dars 30 minut emas, 40 minut emas, 100 soat bo'ladigan bo'lsa ham, o'rganuvchini o'z ustida ishlamasa, qo'shimcha masalalar, boshqa manbalardan misollar bilan shug'ullanmasa, tushunmagan narsalarini ustozdan so'ramasa, undan natijaga erishish qiyin. Faqat bitta video yo'lmasa keyin orqasidan 15 ta topshiriq, keyin bilimni sinash uchun test, bu yetarli emas. Ko'proq ishlash kerak. Xo'sh. Milliy sertifikat sinovlari boshlangandan keyin, milliy sertifikat hayotimizga kirib kelgandan keyin 2023-yil 19-fevral kuni bo'lgan milliy sertifikat imtihonida, bu ikkinchi imtihonida qatnashib 100% natija ko'rsatganman. Keyin Arash modeli ishga tushgandan keyin 2024-yil adashmasam Arash modeli ishga tushgandan keyin A+ darajaga ega bo'ldik. 2015-yildan beri oliy toifali o'qituvchiman. Hozirda o'tgan yilgi attestatsiya imtihonlarida 96% natija ko'rsatib, oliy toifani himoya qildim va 70% ustumaga ham ega bo'ldim. Mehnat faoliyatimiz davomida o'qituvchilar bilan uchrashganimizda o'qituvchilar qiynaladigan mavzularni, boshqalarni aytishadi. Eng ajablanarlisi, qiynaladigan mavzularning orasiga mana 7-8-sinfdagi matnli masalalar ham qo'shilib qoladi. Aslida matnli masalalar unchalik qiyin bo'lmaydi o'zi. Faqat jarayonni odam o'ziga keltirish kerak. Keyin qolaversa, trigonometriyani umuman tushunmayman deyishadi. Funksiyani qiymatlar sohasida qiynalishadi. Geometriyaga o'tgandan keyin-ku, hali stereometriyani qo'yib turaylik. Planimetriya ham ancha o'qituvchilarni qiynab qo'yadi. Bu tajribamizda ko'rganmiz. Chunki malaka oshirish kurslarida ham mashg'ulotlarga qatnashib, ustozlarga qo'limizdan kelgancha bilimlarimizdan ulashganmiz. O'shanda shunaqa savollar berishaydi. Shuni tushuntirib bering, buni tushuntirib bering. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ustozlar bilan aloqalarimiz bor. Keladigan masalalarga qarasak, mana shu aytgan mavzularim atrofida ko'p muammolar bo'ladi. Endi o'qitish usuli haqida gapirsak, metodika haqida gapirsak, men masalani yoki mavzuni tushuntirish jarayonida agar nazariy ma'lumot bilan tanishish shart bo'ladigan bo'lsa, avval nazariy ma'lumot bilan tanishtiramiz. Nazariy ma'lumot unchalik muhim bo'lmasa, masalan, o'qituvchilar u mavzuni yaxshi o'zlari biladigan bo'lsa, ular vaqtlarini tejash uchun bu narsa haqida gaplashmasdan to'g'ridan-to'g'ri masalalarga o'tib ketaveramiz. Keyin masalalarni tushuntirish jarayonida agar bir masalani bir necha xil yo'llar bilan tushuntirish imkoniyati bo'lsa, ularni bir necha xil yo'l bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Bitta namuna sifatida misol keltira olaman. Oddiygina misol 5-sinf darsligidan. Lekin bu masalani 7-sinf darsligiga ham qo'shsa bo'ladi, 8-sinf darsligiga ham qo'shsa bo'ladi. Podada qo'ylar va g'ozlar bor. Ularning boshlari 100 ta, oyoqlari 340 ta. Qo'ylar nechta? G'ozlar nechta? Agar 8-sinf o'quvchilarga yechadigan bo'lsak, sistema tuzamiz, qo'yamiz. Qo'ylar soni, g'ozlar soni qo'shamiz 100 ga teng. Qo'yning 4 ta oyog'i bor, g'ozning 2 ta oyog'i bor. Jami 340 ta. Endi 7-sinf darajasida yechadigan bo'lsak, qo'ylar sonini masalan x bo'lsak, va g'ozlar soni 100 - x bo'ladi. Har bitta qo'yning 4 tadan oyog'i bor, demak 4 ko'paytiruv x. Har bitta g'ozning 2 tadan oyog'i bor, demak 2 ko'paytiruv 100 - x.
Jami 340 ta. Endi faraz qilaylik 5-sinf, hattoki 4-sinf. 4-sinf o'quvchisiga ham tushuntirsa bo'ladi bu masalani. Qobiliyatli bo'lganda 3-sinf o'quvchilar ham tushunib ketadi. Qo'yni oyog'i 4 ta. G'ozni oyog'i 2 ta. Ikkovi 2 xil. Hammasini bir xil qilib olsak. Masalan, g'ozni ham faraz qilamiz. Oyog'i 4 ta. Ya'ni ikkitadan oyoq qo'shib qo'ydik g'ozlarning har bittasiga. Bunda 100 ta 4 oyoqli bizda jonzot bor. Ya'ni ularning oyoqlari soni jami 400 ta bo'lishi kerak. Lekin haqiqatda nechta edi? 340 ta edi. Haqiqatdagidan farazimizga nechta yetmayapti? 400 dan 340 ni ayiramiz, 60. Nima uchun 60 ta qo'shilib qoldi? Chunki biz g'ozlarning har biriga ikkitadan oyoq qo'shgan edik. Ikkitadan oyoq qo'shsak, nechta g'ozga oyoq qo'shganimizda 60 ta bo'ladi. 60 ni 2 ga bo'lamiz, 30. Demak, g'ozlarimiz 30 ta ekan. Qolgan 100 minus 30, 70 tasi qo'yiladi. Mana shunday masalalar. Bu faqat mana shu masalalar emas. Geometriya masalalarining orasida ham bir necha xil usul bilan chiqarganlari bor. Bu tengsizlikda yechishga harakat qilib ko'ramiz. Tangens tanladik. Chunki tangens bu kasr. Sinus x taqsim kosinus x. Bu yerda mahraj bor. Mahraj bo'lgandan keyin aniqlanish sohasiga shart qo'yishimizga to'g'ri keladi. Demak, bu tengsizlikda qaytadan yozib olamiz. Sinus x taqsim kosinus x ko'paytirilgan sinus x plus 1 taqsim 2 katta yoki teng bo'ldi. Xo'p, bu yerda mahraj qatnashayotgan bo'lsa, demak, mahraj 0 emas bo'lishi kerak. Diqqat qilgan bo'lsangiz, masala yana kosinus sinus turiga o'tib qoldi. Kosinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 da, minus pi taqsim 2 da. Demak, ana shu ikkita nuqtamizni mana bunday belgilab qo'yamiz. Bular demak, aniqlanish sohasi, ya'ni uzilish nuqtalari. Bir uzildi, yana bir uzildi. Ikkinchidan, sinus x ni 0 ga teng bo'lgan joylari. Sinus x qachon 0 ga teng bo'ladi? 0 da va pi da. Diqqat qilayotgan bo'lsangiz, bu safar ham qiymatlarni qo'ymayapmiz. Faqat nuqtalarni joyini belgilab chiqyapmiz. Keyin vaziyatga qarab nuqtalarning qiymatini yozib chiqamiz. Sinus x ni minus 1 taqsim 2si. Demak, mana sinus x o'qidan minus 1 taqsim 2 ni olamiz. Bu nuqtadan sinus o'qiga perpendikulyar o'tkazamiz. Aylanani ikkita nuqtada kesib o'tadi. Mana bo'ldi. Demak, aylanamiz yana bo'laklarga ajraldi. Bitta bo'lak, ikkinchi bo'lak, uchinchi bo'lak, to'rtinchi bo'lak, beshinchi bo'lak, oltinchi bo'lak. Mana. Ana endi nima qilamiz? Tengsizlikni birorta bir nuqta tanlab, o'sha nuqta tengsizlikni qanoatlantiradimi, yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. O'sha oralig' ham o'shanda qanoatlantiradi yoki qanoatlantirmaydi. Mana birinchi chorakdan birorta nuqta olamiz. Pi taqsim 4 ni ola qolaylik. O'shanda tangensimiz 1 ga aylanib ketadi. Demak, tangens pi taqsim 4 1 ga teng. Sinus pi taqsim 4 ildik taqsim 2, 1 taqsim 2 ni qo'shsak musbat son, 1 ni ko'paytiramiz musbat songa, musbat son 0 dan katta yoki teng. To'g'ri. Demak, mana shu oralig'imiz tengsizlikni qanoatlantiradi. Keyingi oralig'imiz qanoatlantirmaydi. Keyingisi yana qanoatlantiradi. Keyingisi qanoatlantirmaydi. Keyingisi yana qanoatlantiradi. Keyingisi qanoatlantirmaydi. Ana endi soat meriga qarama-qarshi yo'nalishda javob olamiz. Mana shunday. Endi nom berib chiqsak bo'ladi. 0 pi taqsim 2. Hop, minus 1 taqsim 2 bo'lishi kerak sinus. Demak, minus pi taqsim 6. Bu yer minus pi taqsim 2. Endi bu yoqqa qaraymiz. Agar mana bu nuqtaga hozir pi deb nom qo'ysak, pi ga qo'shamiz pi taqsim 6 ni 7 pi taqsim 6 bo'ladi. Lekin agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, oladigan nuqtamizning qiymati pi dan oshib ketmasligi kerak. Shuni imkonini qilamiz. Uni uchun nima qilamiz? Buning nomini pi demaymiz-da. Bunday kelamizda minus pi deymiz. Va minus pi ga pi taqsim 6 qo'shsak, minus 5 pi taqsim 6 bo'ladi. Ana endi javob yozamiz. Demak, x tegishli birinchi oralig'imiz demak qaysidan boshlanadi? Minus pi dan boshlanadi. Eng kichik burchakdan. Minus pi bu kvadrat qavs bilan yoziladi, chunki bo'yalgan. Minus 5 pi taqsim 6 kvadrat qavs bilan yoziladi, bo'yalgan. Davrga qaraymiz. Davrga nuqtalar hammasi yana o'ziga qaytib kelishi kerak. Demak, davr 2 pi. Haqiqatan tangens davri pi, sinusniki 2 pi, eng kichik umumiy davr 2 pi. Demak, minus pi dan minus 5 pi taqsim 6 gacha. Minus pi plus 2 pi kadan minus 5 pi taqsim 6 plus 2 pi gacha. Birlashma.
Minus pi taqsim 2 bo'yalmagan, shuning uchun oddiy qavs bilan yoziladi. Uni qiymati qabul qilinmaydi. Uzilish nuqtasi. Minus pi taqsim 6 kvadrat qavs bilan yoziladi. Demak, minus pi taqsim 2 plus 2 pi kadan minus pi taqsim 6 plus 2 pi kagacha birlashma. Mana endi 0 bo'yalgan kvadrat qavs bilan, pi taqsim 2 bo'yalmagan oddiy qavs bilan 0 plus 2 pi ka, demak 2 pi ka dan pi taqsim 2 plus 2 pi kagacha. Albatta bu yerda k butun son. Demak, trigonometriya tenglikka aslida qiyin emas. Faqat xohlash kerak, o'rganishni va ko'proq mustaqil masalalar yechish kerak. Boshqa o'quv markazlari ham ish taklif qilishgan edi. Hatto o'zimiz Qilichali o'quv markazi deb ochgandik ham Qarshida. Lekin Leti onlayn maktabidan taklif borib qoldi. Taklif bo'lgandan keyin men aytdim, vaziyatni ko'ray 1-2 kun. Xo'sh. Jamoa, ish tartibi, ichki vaziyat hammasi bilan tanishish uchun 3 kun vaqt so'radim. Keldim, tanishdim. Jamoa bilan, ustozlar jamoasi bilan, keyin texnik xodimlar jamoasi bilan xushmuomala. Oldiga maqsad qo'yilgan. Intilish, biznesdagi o'jarlik hammasi bor. Shuning uchun shu jamoani tanladim. Bu yerda attestatsiyaga tayyorlanish tizimi qanday qilingan? Video dars bilan tanishasiz. Video darsdan sizga topshiriqlar, uy vazifasi sifatida beriladi. Uy vazifalarini avval video darsni ko'rib, uy vazifalarini kamida 70% ni bajara olsangiz, keyingi onlayn darsga o'ta olasiz. Agar qaysidir masalalarni yecha olmasangiz, o'sha masaladan keyin bevosita shu masalani yechish tahlili imkon qadar eng sodda usulda ko'rsatilgan. Bu bilan tanishasiz va bilimingizni oshirib borasiz. Tahsil sifati endi bu onlayn darslarning sifati va beriladigan topshiriqlar darajasi bilan o'lchanadi. Uni bevosita o'zingiz ko'rib baho bermasangiz qiyin. Uni o'zingiz tasib ko'rganingiz ma'qul. Qani, shirinmi yo sal yomonroqmi? Talabchanlik hozir tushuntirganimdan ham ma'lum bo'lgan bo'lsa kerak, masalalarni kamida 70%. Keyin biz ko'rganmiz, oldin onlayn guruhlar ochgan paytimiz Telegramda video dars jo'natganimizda video darsda ishlab berilgan misolni shu misol qanday ishlanadi deb so'ragan o'qituvchilar bo'lgan edi. Endi bunchalik bo'lmaslik kerak. Video darsni ko'rish kerak. Bilaman-ku deb o'tib ketmaslik kerak. Masalalarni yechish jarayonida agar 70% dan past natija ko'rsatsangiz, o'zi birdan bilinib qoladi. Video darsni yo diqqat bilan ko'rmagansiz yoki umuman ko'rmagansiz. Ana unda keyin siz bilan yakka-yakka o'y aytganimdek telefonda suhbatlashamiz. Attestatsiya jarayoniga tayyorlashda bu yerda metodikani, masalan, shu jarayonni video darslari menga yuklangandan keyin men o'zimni metodikam bo'yicha va yuqorida gaplashdik. Ana shu metodika bo'yicha olib ketaman. Nasib bo'lsa, yaxshi o'rgansangiz, hammasi yaxshi bo'ladi, natijalar ham. Onlayn format haqida so'z yuritsak, offlayn formatni bir noqulay joylari bor. Hozir endi avvalgi offlayn formatda ishlab kun kechirganmiz, oila boqqanmiz, noshukrlik qilmaslik kerak, lekin mana zamon shunday bo'layapti. Zamon bir tez sur'atlarda rivojlanib ketyapti. Masalan, bir o'qishni olaylik. Ertalab darsga keladi, darsni o'tadi. Qo'shimcha o'quvchilar bilan ishlash kerak bo'lsa, qo'shimcha ishlaydi. Ayol kishi bo'lsa, birdan uyiga borib, qozon, tovoq, bolalar bilan kiyim boshlaganday tozalik bilan mashg'ul bo'ladi. Erkak kishi ham uyiga borib,
sal cho'zilib, baribir u ham kichkinagina bo'lsa ham tomorqasi bordir, boshqasi bordir, ishlab dam oladi. Offlayn darsga kelishga vaqti yo'q. Ayniqsa o'qituvchilar uchun. Demak, nima qilish kerak? Offlayn o'rganish kerak. Buni qulaylik tomoni soat 8 dan 10 gacha yoki bo'lmasa soat 14:00 dan 16:00 gacha guruhga kirib o'rganasan degan gap yo'q. Qachon o'zingizni yaxshi his qilasiz? Masalan, ishga ketayotgan paytingiz, avtobusda yoki taksida. Ishdan qaytayotgan paytingiz, masalan, yoki bo'lmasa tanaffus paytida, yoki bo'lmasa darslaringiz ketma-ket bo'lmasdan orada bitta bo'sh soatingiz bordir. Ana shu paytda, xohlagan paytda video dars ko'rasiz. Xohlasangiz 2 marta ko'rasiz, 3 marta ko'rasiz. Lekin onlaynda o'qituvchilar bitta narsani 2 marta, 3 marta so'rashsa ham offlaynda imkoniyat yo'q-ku. O'qituvchi bir marta tushuntirib beradi. Ikkinchi marta ham tushuntirib beradi. Lekin o'qituvchi ham odam ham charchaydi. 3-chi marta bo'lgan paytingiz bor yo'qolib qolishi mumkin. O'zimiz ham bo'lgan charchagan paytimiz. Ana shuning uchun onlayn formatda o'qish video necha marta ko'rsangiz qayta ko'raverasiz. Masalani maqsad bo'lgan paytgacha o'zingiz tinch, xotirjam bo'lgan payt. Ishlamadingizmi? Tahlilni ko'rasiz. Shuning uchun onlayn hozirgi zamonda qulayga o'xshab ko'rinyapti. Endi bu albatta o'qituvchilar uchun. O'quvchilarni, lekin mana maktab yoshidagi o'quvchilarni nazorat qilish uchun baribir offlayn tizim samaraliroq bo'lsa kerak. Agar ayniqsa oxirgi paytda yoshlarimizni kitob o'qishga nisbatan e'tiborlari tushayotganligi, ko'proq har xil bir bo'lmag'ir ishlar bilan asosiy yoshlarimiz shug'ullanayotganini hisobga olsak, yoshlar uchun offlayn. Siz agar yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, bizga ishoning. Leti jamoasi nasib bo'lsa sizni uyaltirib qo'ymaydi. Hamkasblar oldida ham, oila a'zolari oldida ham. Masalan, bir oyda qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Bir oyda o'rtacha 12 ta mavzu bilan tanishasiz. 12 ta mavzu bilan tanishsangiz, demak, 12 ta mavzuda uyga vazifa yechasiz va 2 marta test topshirasiz. Har 2 haftada bir marta. Demak, har 6-chi video darsdan keyin test topshirasiz. Agar o'zingizdan mustaqil ishlasangiz, o'zingizdagi o'zgarishni ko'rasiz. Mustaqil ishlang. Tushunmagan joylaringizda murojaat qiling. Ana unda ish boshqacha bo'ladi. Lekin agar faqat videoni ko'rib, topshiriqni yechib, test yechib qo'ysangiz, unda o'zgarish bo'lishi qiyin. Harakatda barakat deydi. Endi ustozlarga maslahat beradigan bo'lsak, yuqorida ham 2 marta, 3 marta aytdim. Mustaqil ishlash va inson o'zini o'zi boshqarish, hayajonni bosish. Imtihonga kirganda baribir hayajon bo'ladi. Ana shu hayajonni bosib olish kerak. Ko'proq mustaqil shug'ullanish kerak. Ko'proq. Nimadandir voz kechish kerak. O'shanda nimagadir erishiladi. Sizga endi suhbatimiz oxirida aytadigan gapim, tanlovni to'g'ri qiling. Tanlovni to'g'ri qilganingizni qayerdan bilasiz? Tanlovni to'g'ri qilganingizni uzoq bilan 2 kundan keyin bilasiz. Bo'lsa 3 kun. Nasib bo'lsa, agar letiga qo'shilsangiz, tanlovda adashmaysiz. Ulanish uchun sizga barcha ulanish mumkin bo'lgan usullar ko'rsatiladi, aytiladi. O'sha usullar orqali telefon yoki bo'lmasa platformaga ro'yxat sayt orqali ro'yxatdan o'tish. Telegram orqali izlashingiz mumkin. Demak, biz sizni kutamiz. Tanlovingiz to'g'ri bo'lsin, natijalaringiz yuqori bo'lsin. Quyida bir nechta linklar berilgan, ya'ni havolalar. O'shalar orqali Leti jamoasiga a'zolikka qo'shilishingiz mumkin.